Melbet ilovasini yuklab olish uchun brauzeringiz Pultop saytida bukmekerning hamkor saytiga kiring. Menyuni oching va Melbet toifasini tanlang. Keyin Melbet haqidagi maqolani oching. Melbetni ro'yxatdan o'tkazish tugmasini bosing va siz bukmekerning rasmiy veb-saytiga yo'naltirilasiz. Ekranning yuqori qismida Yuklab olish tugmasini bosing. O'rnatish faylini oching va dasturni o'rnatishni boshlang. O'rnatishdan so'ng dastur viruslar uchun tekshiriladi va agar muvaffaqiyatli bo'lsa, dasturni ochishingiz mumkin bo'ladi. Melbet ilovasiga birinchi kirish ro'yxatdan o'tish bilan birga keladi. Bu yerda siz telefon yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tish usulini tanlashingiz, shuningdek, sport yoki kazino uchun bonus o'rnatishingiz mumkin. Keyin Dekor promo kodini kiriting. Melbet ilovasida ro'yxatdan o'tish uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Endi siz bonusni olishingiz va sport yoki o'yin o'ynashni boshlashingiz mumkin. Omad tilaymiz.